doktor qornim вообще tushib ketyapti. Kiyimlarimga sig'mayapman. Nima qilsam bo'ladi? Diyetali qildim, zalga chiqib ko'rdim, rezultat bo'lmayapti вообще. Nima maslahat berasiz? Tushunarli. Ortiqcha vazn o'zi ikki xil holatlarda yuzaga keladi. Birinchisi stressdan, ikkinchisi gormonal narusheniydan. Bu o'zi ortiqcha vazn degani 4 xil kasallik bor degani o'zi sizda. Ya'ni sahar, qandli diabet, qonni yaxshi aylanmasligi, yurakka nagruzka tushishi, jigarda yog' bosinishi, hattoki o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Lekin buni oldini olishni va tabiiy ozishni yo'li bor. Xo'p, Dorasli mahsuloti tarkibida hech qanaqa ximikat, gormonlarsiz, faqat va faqat tabiiy elementlardan tarkib topgan mahsulot. Natijasini bir haftani o'zidayoq sezasiz. Hozirgi sizda mana bunaqa bo'layotgan muammolardan ham bartaraf bo'lasiz, ya'ni xalos bo'lasiz. Agarda sizda ham xuddi shunaqa muammolar takrorlanayotgan yoki kuzatilmayotgan bo'lsa, hoziroq podrobniy tugmasini bosing va bizning malakali mutaxassislarimiz sizga aloqaga chiqishadi.